Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Darsimiz davomida moliyarlik, osmoliyarlik va osmoliyarlik haqida gaplashamiz. Mana bu yerda birinchi galda demak moliyarlik haqida qisqacha ko'rib o'tamiz. Demak, moliyarlik nimadan iborat edi? Aniq bizda demak tasavvur bor. Avvalgi darslarimizdan demak suratga mol qo'yiladi, mahrajga esa bir litr demak eritma deb yozib olamiz. Aynan eritma edi. Demak, keling mana bu chiziqni davom ettirib qo'yamiz. Endi esa molyarlik haqida. Albatta, bu haqda ham avvalgi darsimizda gaplashgan edik. Birgina R harfiga ko'ra bir-biridan farq qilar edi. Demak, molyarlik. Unda ham xuddi shunday, ya'ni yuqoridagi suratdagi demak birlik o'zgarmaydi, ya'ni mol qoladi va mahrajda esa 1 kilogramm erituvchiga o'zgarar edi. Ya'ni 1 litr eritma emas, 1 kilogramm erituvchi. Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, faqatgina mahrajdagi sonlar, ya'ni birliklar o'zgardi. Keling, mana shu yerda mahraj deb yozib olamiz va bu yerda va bu yerda. Endi esa ikkinchi holatga, ya'ni osmoliyarlikka o'tamiz. U yerda ham xuddi shunday birgina R harfiga ko'ra bir-biridan farq qiluvchi so'zlar. Demak, osmoliyarlik. Unda esa biz demak mol o'rniga endi suratda o'zgarishni ko'rasiz. Demak, osmol bor edi va mahrajda 1 litr eritma. Xuddi molyarlikdek mana shunday ko'rinishga ega. Endi esa mana bu yerda osmoliyarlik haqida. Demak, yozib olamiz. Osmoliyarlik. Unda esa mana bu surat yana o'zgarmaydi. Ya'ni osmol qoladi va pastda esa endi 1 kilogramm demak erituvchi. Mana shunday o'zgarish sodir bo'ldi, xuddi avvalgi mana bu yerdagi holatdek. Demak, bizda yana o'zgarish ro'y berdi, ya'ni bu tomon bilan bu tomonni farqlaydigan bo'lsak, suratda o'zgarish demak bor. Demak, surat deb, ya'ni mahraj emas, endi suratda demak mana shunday o'zgarish ro'y berdi. Bularni umumiy qilib demak 4 tushunchani aytishimiz mumkinki, ma'lum bir eritmaning xususiyatlari deb, ya'ni bitta eritmaga xos bo'lgan xususiyatni anglatadi. Bu 4 tala tushuncha. Endi keling, mana shu 4 tushunchadan kelib chiqib yana bir tushunchani mana bu yerda ko'rib o'tamiz. Ya'ni toniklik. Demak, tonik bilamizki, demak biror bir narsaning tonusi. Mana bu yerda demak bir necha eritma bor bizda va bu eritmalarni bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, ular o'rtasidagi farq bor. Ya'ni gipo, izo va gipertoniklik. Keling, mana bu yerda yozib olamiz. Gipo, izo yoki giper. Ya'ni gipertoniklik. Mana shunday xususiyatga ega bo'lgan 3 xil tonik holat bor. Demak, mana shu holatlarni bir-biridan farqli tomonlarini birma-bir ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi galda mana bu holat. Bu yerda demak bitta eritma. Ya'ni mana shu o'lchovlarni bilishimiz uchun bittagina eritma kifoya va mana shu eritmaning molyarligi, osmoliyarligi va osmoliyarligini topishimiz mumkin mana bu yerdagi formulalar yordamida. Lekin bu yerda esa bizga ikkita demak eritma kerak bo'ladi. Keling, mana bu yerda ikkita eritma va membrana. Ya'ni ular o'rtasida albatta mana shunday membrana bo'lishi kerak. Ya'ni ularni ajratib turuvchi membrana bo'lishi kerak. Membrananing vazifasi demak ikkita eritmani ajratib turibdi va ular o'rtasidagi farq mana bu toniklikni ifodalaydi. Gipo, darvoqe mana bu yerda O harfi qolib ketibdi. Ya'ni gipo, izo va gipertonik deb ularning bir-biriga nisbatan xususiyatlarini aytishimiz mumkin. Keling, suratni biroz pastga tushiraman-da, mana bu yerda ko'rib o'tishga harakat qilaman.
Aytaylik bizda demak mana bunday idish bor va idish ichiga mana bunday hujayra bor. Ya'ni hujayrani soldik. Va hujayraning bilamizki devorida mana bunday kichik teshikchalar bo'ladi va ko'rib turganingizdek endi hujayraning ichi bilan va mana bu idish ichidagi ikkala muhit o'rtasida mana bu membrana bor. Ya'ni hujayraning membranasi bor deylik. Albatta tibbiyotda bu mana bu atama juda ham muhim, ya'ni gipo, izo va gipertoniklik juda ham muhim. Ya'ni ularda mana shu hujayra ichidagi tonus qanday holatda, uning ichidagi eritmaning holati tashqaridagi idish ichidagi eritmaning holatiga nisbati qanday, mana shu holatni belgilaydi. Demak, ko'rib turganingizdek, yuqoridagi 4 ta atamadan biz mana shu yo'lda ham foydalansak bo'ladi.